Hoppa. Ishlayversang ko'raverasan deganlarida. Mana qaranglar, kabel. Andijon kabel. Andijon kabel. Hozir izolyatsiyani ochdim mana. İzolyatsiyani ochib chiqdim. İzolyatsiyani ochib chiqsam. Hop, boshlanishi mana bunaqa narsa. Ha, o'rtada esa izolyatsiya yo'q dash. Bunisiga nima deysizlar mana? Quyma izolyatsiya yo'q, men kesmaganman mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Bu tomon lekin kesilgandek turibdi mana. Вот такая вот dela do'stlar. Andijon kabeldan bunaqasini kutmagandim lekin. Так что agar montajlaringizda qanaqadir muammolar bo'lsa, kabeldan сомневаться qilishlaringiz mumkin что. Shunaqasi bo'lib turar ekan, mana ochilganda ko'rinyapti. Hali buni ichkari tomoni nima bo'layotgani menga qorong'u do'stlar. Shuning uchun ishlaversak ko'raveramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.